Qo'y, mana shu motorollardan hali ham bor ekan. Kim eslaydi, nomi nima edi? Buni u sidiniyasida 2 kishilik, 1 kishilik bo'lardi eslasanglar. Keyin buni mototsikli ham bo'lardi. Aka shunday buziluvdi, shunday to'xtatdi, o'zi tuzatishni boshladi. Hozir yuryapti, nimasidir yoqmayapti akaga. U seyf qimlab turadi. U gazni bosdi. Nimasidir yoqmayapti. Bilsanglar, buniki anaqa bo'lardi, nima deydi? Aptoli bilan Aptolni alohida quyib bo'lmasdi, benzinga Aptol qo'shib quyilardi. Nimadir bo'ldi ekan. Bortini 2 tali qilgan ekan bunaqa. Bitta ulardi. Muravey deylardi biz. Biz buni bozorga eshik toshirdik bunda. Arqa borti kaltaligidan eshikning yarmi chiqib qolardi. Keyin uyda kunjara sotardik. Kunjara yuklardik. O'zi 250 kilometrga shunaqa ko'tarardi. O'zi ham 500 kilo yuklardik, uni g'ildiraylari bor, mana g'ildiraylari. O'zi ham tarvayib bo'lardi, o'zi ham tarvayib. Endi hozir labo chiqdi. Bayta labolar bo'lmasdi. Hozir nima deydi? Muravey, to'niga Munislar, Eldosh bir narsa deganlar chiqib ketdi. 2 g'ildirali, oxir 4 g'ildirali. Arqani o'zida men ko'rdim. 2, 3, 4, 8 ta g'ildirali materialni ko'rdim. Aka tuzatyapti bu narsalarni olib. Bizda ham bo'lardi. Bu yoshligimda 4-5 yasharimda. Yetida 97-yil, 97 emas, 95-96-yillari. Tuzatishaverardi. Yangi olingan edi ama qizili. Biz bunda 2 xil rangi bo'ladi xolos, qizil bilan ko'ki. Qo'shnimiz bo'lardi, Abdujabbor aka, ko'kini minardi, o'zi tanni yaltilatib minib yurardi. Shu mashina materialiga yuk yuklagiz ham kelmasdi. Aka tuzatyapti ama o'zim chaslanib. Aka mashtozda motor ham qo'yiraveradi. Ama hamma yoqda moslabdi. Dinamo, mana dinamo mana. Bundan so'ng dinamo, bundan so'ng shkipini qo'yib, aka polni menimcha motor ham boshqa narsani shekilli ruchloyda ham moslabdi aka. Voy, dinamo, shkip, zashtinlar ham quyma mana ular ham. Akani qo'lida pursatgani kim tanidi? Bir oy oldin hit bo'ldi. Hali qo'shiqchi. Mana shu pursatgani taqib qo'shiq aytib chiqdi, hit bo'lib ketdi. Akani qo'lida ham bor ekan.